Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Hozir sizga Amazon Pritseya 3000 ASS selkasini batafsil tushuntirib o'taman. Ya'ni bu yerda o'sha ASS degan qo'shimchasiga izoh bersam, A degani bu oldida o'sha kultivator bor, ya'ni rotatsionni bor, ana orqasida mana katok. Ikkita S belgisi, bittasi shu o'g'it soladigan bunkeri bor, ikkinchisi urug' soladigan bunkeri borligini anglatadi. Ko'rib turganingizdek, bu o'sha ekish kombinatsiyasi deb ataladi. Bunaqa texnika turi, ya'ni oldida tuproqqa ishlov berib, ekishga tayyorlab, undan keyin o'g'it berib ekib ketadi. To есть mana shu 3 ta protsessni bir vaqtning o'zida, ya'ni bu yerda 4 ta desak bo'ladi, tuproqni yumshatib, maydalab, keyin uni molalab, o'g'itini berib ekib ketadi. Mana shu 4 ta jarayonni bitta o'tishda bajaradi. Oldida endi kultivatsionniy nimasi ajratilish juda ham oson. Buning uchun mana ikkita shplint yechilib, ikkita tomonda mana shu nimalar olinsa, bu o'zini oyog'ida ajralib qoladi. Buniki alohida o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bunga keyin bug'doy ekadigan selkani ham taqib ishlatib ketsa bo'ladi. Ya'ni bu juda ham moslashuvchan texnika bo'lib hisoblanadi. Bunkeri bu yerda 1200 litr, ya'ni 1 tonnadan oshiq o'g'it sig'adi. 1 tonna 100, 1 tonna 200 kilogramm o'g'it turiga qarab solsa bo'ladi. Keyin bu yerda mana o'g'it beradigan mexanizmlarni harakat berish, mana uni orqasida elektr motor bor. O'sha elektriskiy motor bilan harakat beriladi va har bitta nimaga alohida o'g'itlar uzatiladi. Keyin o'g'itlar uzatilganda oldingi mana shu 2 minutlik videoda sizlarga tushuntirib bergan FertiSpot opsiyasi bilan bu selka jihozlangan. FertiSpot opsiyasini mana shu kichkina mexanizm orqali bajariladi. Ustiga mana yozib ham qo'yibdi. Pritseya FertiSpot. FertiSpot o'sha esingizda bo'lsa, kelayotgan o'g'itlarni bir nimaga to'plab, bir to'plam qilib berib ketadi. Shu urug'ni tagiga, pastroqqa yoki o'rtasiga siz xohlagan joyga bersa bo'ladi. Bu ham mana elektr harakat beriladi. Undan tashqari mana bu yerda o'sha Pritseya selkalaridan juda ham yaxshi bilasiz. Umuman instrumentsiz hamma joyga nastroyka qilsa, disk almashtirish juda ham oson. Bu yerda diskka harakatni ham kichkina elektromotor orqali beriladi. Shuni aylanib o'tsak, bu tomondan o'sha mexanizmlarning detallarini ko'rsatamiz. Ya'ni mana bu yerda hech qanaqa kardan yo'q, yoki tsep yo'q, yoki tros yo'q. To'g'ri, har bitta ekish nimasiga kichkina mana elektromotor o'rnatilgan. Mana bunisida ham elektromotori bor, hali o'g'itni birga to'playdigan. O'sha o'g'itni naryoqdan bunkerdan olib uzatadigan hammasi elektromotor orqali beriladi. Bu nima qulaylik beradi? Birinchidan, bu juda ham yengil aylangani uchun elektromotor bilan qo'ysa bo'ladi. Bunga o'sha traktorni o'zidagi volt kuchi ham bemalol yetadi. Ham bu yerda buni ishlash aniqligi juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni elektromotor bilan bo'lgandan keyin juda ham zo'r opsiyalar bor. O'sha section control, smart control degan funksiyalarni, ya'ni bu yerda har bitta EQ segmentini alohida o'chirib yoqish, normalarni o'zgartirish, to'g'ridan to'g'ri kompyuterda o'tirgan joyda, ishlab ketayotgan joyda bir vaqtni o'rtada bajarib ketish imkoniyatini beradi. Bu agar kardanniy val, tsepniy передача yoki tros bilan передача bo'ladigan bo'lsa, buni bilasiz, mexanически imkonsiz. Bunaqa versiyada qilsa bo'ladi. Bu juda ham katta afzallik bo'lib hisoblanadi. Sababi mana mineral o'g'it, urug'liklarni sarfini juda yaxshi tejaydi va ularni berilish aniqligini juda yuqori aniqlikda ushlab turadi. Selkani keyingi qulayliklardan aytadigan bo'lsak, bu mana har bitta seksiya shunaqa knopkalar bilan jihozlangan. Bu nima ish bajaradi? Bu o'sha dalani boshida o'g'itlar solingandan keyin urug'lar bosib tursangiz, o'sha disklarni butun nimasini urug' bilan to'ldirib, davleniya hosil qilib beradi. Keyin shu selkani tushirib ekkan joyingizdan sirasi ekib ketadi. Ya'ni 3-4 metr yurib, keyin hali to'plangandan keyin unaqa narsa bo'lmaydi. Bu narsani xohlasangiz bu yerdan qilish mumkin, bu knopkadan, yoki Amatron kompyuterning o'zida shunaqa funksiyasi bor. Bossangiz oldin o'zi predozировка deydi, oldindan to'ldiradi hamma nima, davleniya hosil qiladi. Ya'ni o'sha 45 millibar davleniya hosil bo'lgandan keyin ishlatib ketsangiz bo'ladi. Keyingi nimasi mana moslamasi. Bu mana qo'l bilan tushib turibdi. Bu radar sistemasi. Radar sistemasi bu yerga qarab turadi va avtomatik o'zi tezligini traktordan mustaqil ravishda o'zining tezligini o'zi bilib boradi selka.
Chunki mana biz o'tgan yillarda xo'jaliklarda borganda traktorlarda hattoki tezlikni to'g'ri ko'rsatmaydi yoki kilometr soatda emas, mil soatda ko'rsatadi. Bu juda noqulaylik tug'diradi va agregatni ishlashiga salbiy ta'sir qiladi. Bu yerda bo'lsa mana radarni o'zini nimasi bor, sensori o'zi ketayotgan joyda o'zi uchun o'zi tezligini o'zi aniqlaydi. Bundan tashqari mana e'tibor bersangiz, mana havo so'rgich nimalari ham tepaga xuddi shoxdek qilib chiqarilgan, o'sha chang kamroq joydan havo olib, maksimalniy o'sha sistemani ichiga davleniya hosilish uchun tozalangan havo uzatish nimasi ham bor. Bundan tashqari shu nimani harakat berish ham gidravlik amalga oshiriladi. Gidravlik amalga oshirilsa, buni qulay tomoni albatta traktorni tezligidan, motorni oborotidan bu mustaqil bo'ladi. Ya'ni agar kardanniy передаcha bo'lganda, kardanniy bilan aylantirganda, masalan, dala boshida o'sha razворотный polosalarga kelgan paytda operator оборотni kamaytiradi motorni va o'shanga loyiq davleniya o'ynaydi. Bunda bunaqa masala bo'lmaydi. Keyingi juda ham qulay opsiya, bu ham elektron yechim, innovatsion yechim. Har bitta selkada bilasizlar, donalab ekadigan selkada otsekatel degan moslamasi bo'ladi. Bu ko'p hollarda mexanik ravishda ishlaydi. Ya'ni siz o'sha diskdan o'sha haligi ortiqcha donni urib tushiradigan o'sha barmoqlarni uzoqlashtirish, yaqinlashtirishni mexanik sozlaysiz. Bu narsa ba'zida qiyinchilik yaratishi mumkin agar urug'lar turi o'zgaradigan bo'lsa yoki kalibri o'zgaradigan bo'lsa yoki bir xil bo'lmasa urug'lar, bu juda ham qiyin ularni o'sha dona-dona qilib tashlash. Bunda Amazonda bu nimada mana elektron otsekatel qo'yilgan va avtodatchik bilan bu o'sha urug'ni nimasiga, kalibriga moslashib, o'zi avtomatik ravishda o'sha ekish jarayonini o'zida sozlab turadi. Qanaqa urug' kelishidan qat'iy nazar o'sha donalab, saralab yerga uzatish nimasi bexato ishlaydi shuni hisobida ham. Bu yerda ham inson omili bo'lmaydi, mashina o'zi boshqaradi. Keyingi nimasi albatta bu pressiya sechkalarini o'ziga xos tomoni, bu albatta disk almashtirishmi, chuqurliklarni sozlashmi, davleniyalarni to'g'rilashmi yoki mana nimalarni ham nimaga beriladigan bosimni asosiy shu segmentga beriladigan bosimlarni ham hammasi hech qanaqa instrumentsiz shu o'zi richaklar bilan maxsus ishlangan qo'lda amalga oshirsa bo'ladi. Bu albatta undan tashqari o'sha o'zini har bitta selkada nimani bo'shatish moslamalari, chelaklari, tarozilari nima bo'ladi? Operator faqat bitta o'sha yaxshi malakali operator bo'lsa, hamma ishni bir o'zi bajarishga imkoni bo'ladi.